Kelmayapti. O har doim kech qolib yuradi u. Kech qolaman, mana keldim. Xotining javob bermagandir-da. Bitta xotinim javob bermaydi. Chizgan chizig'imdan chiqmaydi meni xotinim. Nima deb tushyapsan? Nima bo'lganini bilamiz-ku. Nima bo'lgan? Bo'lib qoldingizmi? Ozgina qoldi. Tezlashsangiz-chi. Haligi onasi Nima yana? o'sha qamishlarni qilib bo'lganingizdan keyin bitta narsa so'rayman degandim. Hop. O'rtoqlarim bilan sayohatga chiqib ketsam maylimi? Siz ketsangiz uydagi ishlarni kim qiladi? O'zicha sayohatga chiqadigan jiya nima qilib qo'ydingiz-a? Buni ham yaxshilab yuvib qo'ying. Xotinlarimiz orqada turishdi. Yolg'onchi qo'rqasan-ey. Ko'zing qo'rqqaningda xotining ko'rinib ketyapti. Men qo'rqaman xotinimni. O'tirsam o'tiradi, tursam turadi. Xotin, iltimos, bolalar bilan sayohatga borib kelay bir marta. Kallangiz ishlayaptimi o'zi? Bolalarga kim qaraydi? Kirlarni kim yuvadi? Uylarni kim yig'adi? Majid, bu xonadonda sayirkami yo mayirkami? Boraman dedimmi? Boraman. Nima? Bormaysan hech qanaqa sayohatga o'tar joyingga, tushundingmi? O'zing-chi. Sen xotiningga duxingni bergansan. Ishonasan, magazinga ham chiqsa hatto mendan ruxsat so'rab chiqadi. Meni ko'rsa ikkita oyoq qaltirab ketadi. Nima deyapsan? Yo'q, Ha. Onasi iltimos bora qoling sayohatga. Yo'q dedimmi, yo'q. O'rtoqlarim xafa bo'ladi. Bo'lmasa meni klubdan chiqarib yuborishadi. Bitta gapirim. Yo'q dedimmi? Yo'q. Kesib tashlayman. Nimani? Qulog'ingizni. Bizlar siz qayerga ketyapsizlar? Menimcha qo'rqqaningdan senga ovoz eshitilyapti. Meni aybim yo'q o'zi. Men bularni kuzatib olmoqchi edim. Yo'q-e. Zato bizda bilet bor. Sizlar bilet sifatga ketmoqchi bo'lyapsizlar. Bizga 1 soatda Turon firmasi bilet qilib berdi. Qara, xotin, mana buni aytdi. Qizlar gaplashib qo'yganmiz, mazza qilamiz dedi. Anunsi aytdi, Tailand uchamiz osmonlarga. Voy, aldayapti. Hamma kayfli o'shatda dedi. Meni hech qanaqa aloqam yo'q. Yuring oldimga tushing. Suvdan quruq chiqib ketdi. Iplos. Xotin. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü gülü gülü.